Jamiyat botqog'iga botgan o'likdir. O'z yurtida qullik. Bugungi kunda milliy mentalitetimizga yot bo'lgan turli xildagi festivallar, ommaviy tadbirlar yoshlar ongini zaharlash, ularni milliy qadriyatlarimizdan uzoqlashtirishning asosiy quroliga aylanib bormoqda. Bunda yigitlarning ham mas'uliyatsizligi katta bo'lsa-da, ammo qizlarning o'zini tutishi xulq-atvori ko'proq ko'zga tashlanmoqda. Qiz bola kelajak onasi, hayo va iffat timsolidir. Jamiyat oila poydevorini ayol kishi bilan o'lchagani uchun qizlarning adashishi ancha og'riqli qabul qilinadi. Qizlarning xatti-harakati va kiyinish uslubi vizual jihatdan tezroq ko'zga tashlanadi va ijtimoiy tarmoqlarda asosiy muhokama mavzusiga aylanadi. Gap aynan pivo va shunga o'xshaydigan festivallar haqida ketayotganini sezayotgandirsizlar. Mafkuraviy xurujlarni tashkil qiluvchilar yaxshi bilishadi. Bitta yigit buzilsa, bir shaxs buziladi. Ammo bitta qiz bola tarbiyadan chiqsa, butun bir kelajak ahvoli xavf ostida qoladi. Jamiyatni ma'naviy inqirozdan asrash uchun nafaqat qizlarimizda, balki ularni himoya qilish kerak bo'lgan yigitlarimizdan ham kuchli mas'uliyat va milliy g'ururni shakllantirishimiz shart. Aynan shu o'rinda yodimga bir she'r tushdi. Qoshing qora, ko'zing qora, yuldizisan qaysi osmonning. Eslolmasang o'zim eslatay, bolasisan O'zbekistonning.